Он им красное сердце. Джемшед Корсдош. Allo. Alo Jahon, qalaysan, tuzumsan? Yaxshi, rahmat, qalaysan? O'zing yaxshisan? Bo'ladi oshna, qayerdasan? Uydaman. Meni uyim kelmaysanmi? Ikkita kenash gaplashib qo'yganman, senga yoqadigandan. Yo'g'i? Rostdan. Ha, rost, keyin tezroq seni kutib o'tiribmiz. Voy, jonkalarim mani. Bo'ldi oshna. Hozir 20 minutda oldingda bo'laman. Davay, tezlash. Bo'ldi, xo'p, mayli. To'xtang aka. Ha, aka. Hozir siz qizlar bilan zino qilgan ketyapsizmi? Xo'sh. Buning uchun onangiz do'zaxda qilmagan ishi uchun jazo olarkanda. Aql o'rgatmanga siz ham ey. Biz zino qilsak, onamiz ham zino qildilar deb qatorida tiriladida qiyomat kuni. Onamiz aytadi: "Robbim, men zinokor emas edim. Erimdan boshqasi qo'limni ushamagan. Erimdan boshqasini qo'lini uchiyab tegmagan. Hatto nazar ham qaramaganman men. Nimaga men zino qiluvchilarni qatorida tirilyapman? Seni farzanding uylanmasdan turib zino qilganligi uchun senga ham zino qilinganligi gunohi yozildi."